vatan tuyg'usini o'ylab ko'rish kerak. O'ylasin odamlar. O'zim ham hammaga aytkim keladi. Buni vatan tuyg'usini pulga almashtirib bo'ladimi? Bu oriyat-ku bu. Uni jon bilan, insonning qonidagi, ter tanasidagi jon bilan barobar turadi-ku. Uni aqshaga almashtirib bo'ladimi? Vatanini himoya qilayotganda ko'ziga boylik ko'rinmaydi-ku unga. Unda oriyat turadi-ku. Hech mana bu Hayratonda bir yigitcha nimada chegarada turgan ekan. Afg'on chegarasida. Bir vaqt borganimda shu chegarada turgan yigitcha bilan gaplashdim. 18-19 yashar bola. Men aytdim, o'g'lim, qayerdansan? Ha, Qibraydaman. Men ham Qibraydanman. Xo'sh, ota-onang kelib turib kecha keluvdi. Men aytdim, endi menga aytchi, shu yerda tunda, kecha, kunduz shu yerda qo'riqchi bo'lib turasan, postda, chegarachisan, Amudaryo bo'yida. Qaysi vaqtda sen qo'riqchilikda turish senga yoqadi desam, tunda qo'riqchilikda turish menga yoqadi amaki dedi. Nega dedim. Desam, men dedi shu katta mamlakat xalqimiz dedi, orom olib yotib uxlayapti, shuni oromini men qo'riqlab turibman deb dedi, xayol qilaman, shu menga zavq beradi dedi. Buni qarang. U kim o'rgatgan u bolaga shuni? Demak, inson qalbida ajoyib bir tuyg'ular pinhon ravishda yashaydi buni. Buni ko'mib yubormaslik kerak. Shu tuyg'uni aqshaga sotib olib bo'ladimi? Aqsha bilan shu tuyg'uni o'rgatib bo'ladimi? Yosh bola, 20 ga kirar kirmagan bola. Mamlakatni uyqusini, men oromini qo'riqlayapman. Shundan faxrlanaman deydi.